Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun xudo xolasa ishimizni ham boshlab oldik. Bugungi ishimiz Marg'ilonda qurilayotgan yangi Marg'ilon City'ni ichki bozor, ya'ni sivilizatsiya bozorini oldini landshaftning zona qilishimiz kerak. Hozir bir qator gazonlarga joy tayyorlayapmiz. Hozir joylarni ko'rsataman. O'ta ham sifatli chiqqan buyumlar. Bu yerda qiladigan ishimiz qaysi joylariga gazon sepishimiz kerak, xudo xolasa. Joy tayyorlash jarayoni ketyapti. Daraxtlarni ham ekib bo'ldi, xudo xolasa. Bu yerda qurilish o'ta ham avjida ketyapti. Mana shu yerlarga endi bir qator gazonlarni sepamiz. Daraxtlarni ekib bo'ldi. Oq beryoza, dumaloq shakldagi gulimiz, keyin klion daraxtimiz. Kimga mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Marg'ilon shahri o'ta ham sifatli holatda go'zallashyapti.